Shaxsan o'zim ham Xitoydan narsa zakaz qilishni bilaman, lekin oxirgi marta zakaz qilganimda 3 oylab kutishga majbur bo'ldim. Sababi kargolar bilan muammolar bo'ldi. Lekin endi bunaqa muammolar men bilan bo'lmaydi. Chunki men o'zimga zo'r Telegram kanal topdim va buni sizlarga ham ilindim. Endi kargo qidir, Xitoy bozorlariga uni ulay qilib o'tirishingiz shart emas, vaqtingizni ketkazib, shunchaki shu Telegram kanalga kirasiz va o'zingizga nima kerak bo'lsa, o'shani rasmini tashiysiz. Qisqa vaqt ichida adminlar sizlarga o'sha narsani Xitoy bozoridan to'g'ridan-to'g'ri topib, narxlarini hisoblab berishadi. Yana bir qulayligi shundaki, o'zlari kargolarigacha hamma narsani kelishib, hisoblab narxlarini sizlarga chiqarib beradi. Kiyim, aksessuar, kosmetika yoki uy ro'zg'or buyumlari deysizmi, hammasi bor. Muhimi ishonchli. Bozorga va ayrim do'konlarga qaraganda juda ham arzon. Sifatiga keladigan bo'lsak, mana shu yerda Telegram otziv kanallarini ham qoldirib olmay, shu yerga kirib sifatlarini ham bilib olsanglar bo'ladi. O'zimcha chestno odzivim bo'lsa, zakazlarim kelgandan keyin aytaman sizlarga raspakovka chek qilib. Shuning uchun ham menga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib, meni nomimda ularga yozadigan bo'lsanglar, sizlarga chegirma ham qilib berishadi. Makiyajimga ham qiziqganlar bormi? Pinterest'dagi makiyajlarni takrorlaymiz 4-qismida ko'rsanglar bo'ladi. Aytgancha avgust oxirigacha 5000 ta bo'lsak, ukam menga lampa bermoqchi, o'shaning uchun обязательно obuna bo'lib qo'yishim esingizdan chiqmasin.